Bilasanmi xuddimini? Kecha to'yib bir kirib kelin oldi bir mehr muhabbat. Xullas shu ana u jimillikqa nima qilish tushuntirishga uyolmayman-da. O'g'lim-ku, sen bilan bir katta bo'lgan, shuni tushuntirib bir iloji qilib. Yes. Dadam uni pachimniga ketgan. Ya pachimligingga uray. Chop, xuddijon chop tushuntir. Derak. Kuydiradi shu balaman. Bu Murod, qanday bo'ldi? To'y zakonni bo'ldi. Kelin bilan xabar nima qildingizdan bir chaqchaq? Kanishda chaqchaq qildik, matematika o'ynadik, ana u laylaga tushdik. Matematika, meni eshitding endi. Endi men senga o'zi qonun qo'ydasiz, ko'rdingmi? Sekin tushuntiraman. Hozir ichkari kirasan, kelinga asali yalatasan. Yalataman. Maxsichasini yechasan. Yechaman. Ana Ey, chochmang. Bo'ldi, men kallam bo'lmay o'zim tushundim nima bo'lishini. Bilasanmi? Chop qo'y uni, inchapsangni qo'y. Polvon. Ay, Xuddi malades. voy, ibi mazam qo'shdi. Ana zakonni bo'ldi. Asalchani yalatdim, maxsichani yechdim. Lenda bo'lib uyqchan uribman-da. O'ylaysan, ey bu kuningdan o'zim aralashmasam bir ishni eplolmaysan xuddi sana. Nima qilayman? Hech buni. Beraka xotin, nas kimni berman? Hay, ko'rasanmi? Energiyasini eplolmayapti. Nima bu? Bu Big Bear. Esingga bo'lsa yoshligimizga magazinlarga bo'ylaydi. Buni bitta ichasan, yoshlikka qaytasan, quvvat, energiyaga to'lasan, tushunayapsanmi? Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqariladi. Eng muhimi halol sertifikatga ega. Buni tushgan pulidan bir qismi ehsonga ham ishlatiladi. Zakon nima? Ich. Qani? Yo'q qorgim keladi. Yer og'dargim keladi. Energiyam sig'mayapti o'zimga. Uyingga bor. Xotin onasiniki achchiqlab ketganda yer qoraman tolka. Mana ham ichib qo'ydim-ku. Mana ham yer og'daraman.